Biz o'sha kuni birga bo'lganmiz. Yo'q. O'rtoqmas qiz yoqib qolgan, lekin gapira olmayapman. Chiroyli qiz ekan, qattiq turadi. Shuna tepamda. Voy, muammo emas, shunda chiqasan, taqillasan, tars-tars gapirasan bo'ldi. O'xshirmikan? O'xshaydi, davay. Ketdim. Bos. Assalomu alaykum, keling. Tavba qiling, kasalmi bu? Ha? Ochdi eshikni. Qizni ko'rib tilim aylanmay qoldi. Tishchi bor endi. Bo'pti, qara. Shunda chiqasan, eshikni taqillatasan, qiz eshikni ochishi bilan ko'zingni shundan yumib olasan-da, ichindagi bor gaplarni gapirib tashlaysan. O'shanda qiz o'zi tushunib oladi. Bo'lmasa boshqasi ilib ketadi, harakatingni qil. Bo'ldi? Ha, davay. Boya eshikni ochganingizda to'g'risini aytsam, ko'rib tilim aylanmay qoldi. O'shanga ko'zim yumib gapiryapman. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Har safar sizni ko'rganimda ichimda boshqacha hissiyotlar bo'ladi. To'g'risini aytsam, sizga uylanib kechalar bilan Spanlida maza qilib qo'lash pochoq o'ynagim keladi. Men sizni sevaman. Tovar, Spanli deysanmi? Men senga xos Spanli ko'rsataman. Vazelining bormi? Adashib ketdim.